Bugungi akvatlon beygisi ülkenler, yani indi xotin qizlar, er-otlar, şulay indi bolalar orasında o'tam. Endi mana yangadan qavatlab o'tam. Ular birinchi etap etib yuguruvni uzdilar. Hozir mana har bir yugurib kelgan sportchi mana shu basseynda endi o'zini sinay. Har bir yosh kategoriyasina ayrim distansiya berilgan. Eng zo'rlar deb aytaylik, xotin qizlar ham er-otlar 1 kilometrdan yüzsalar. Biz endi yosh kategoriyasi bo'yicha bolalar, eng kichkinalar 7-8 yoshliklar deb aytdilar. Mana ular 25 metrdan olib 500 metrga qadar yüzarga tegish bo'lacaklar. Bu endi albatta eng kichkinalar 25 metr shobalar, yüzalar, shulay endi 100, 150, 200 mana shunday distansiya oraliqlari bilan har bir yosh o'zinchaligi bo'yicha bu yüzü disiplinasi uzdiriladi.